rahmat. Jon, mana bitta savol qiynaydi-da. Sizda shuncha uy, pul, mashina qayerdan? Bu savolga shu paytgacha hech kimga javob bermaganman. Mayli, sen yeta qolaman. Rostdan. Mana. Qani? Mana boyliklarim. Shunda siz beda sotasizmi? Jongina. Bu oddiy beda emas. Beda press. Qanaqasiga? Marhamat. Bular mani ongsiz, miyasi yo'q lashkarlarim. Bular ertalabdan kechgacha kommentariyalarga kirib olib, beda press sotamiz, beda press olamiz deb yozib o'tirishadi. Bularni orzu havasi, karyera qilish maqsadi yo'qmi? Maqsad? Jangchilarim, nima yengilinglar? Men o'zi Bedepress deb ibratli videolarga yozishga o'tdim. Mani Bedepress kommentim 3000 dollar yig'di. Men Bedepressga gif yasab qo'ydim. Endi maza qishlatamiz. Bundan oldin nima ish qilgansiz? Xo'p. Bularchi Nexi 2 narxi sun'iy ko'targanlar. Xo'jayin, Bedepress temasi ozgina sovuvyapti. Nimadir topish kerak. Menga qara, shu paytgacha kallang ishlatganmisan? Yo'q. Bo'ldi. Hozir odamlar bir-chilik kommentariyalar yozishadi. Shu yerdan topib olaverasan. Menga qaranglar. Bo'ldi deydi. Uyat emasmi?